Assalomu alaykum hurmatli guruhimiz a'zolari. Mana hammalaringiz kuzatib turibsizlar diqqat bilan. Mana bugun 22-iyun sanasi 2025-yil. Bizni inson qadri saxovat guruhimiz, karvonimiz xudo xolasa ko'hna Samarqand viloyati Payariq tumani Javshar fuqarolar yig'iniga yetib keldik. Masjid bo'lgan, mahallani masjidi bo'lgan, jomiy maqom berilmagan. Buni shu hokimiyat tomonidan mana shu marhum yurtdoshimizni oilasiga 2019-yil kadastr qilib, shularni yashash uchun boshpana qilib berilgan. Bu yerda 3 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan boquvchisi olamdan o'tgan ayol yashaydilar. Mana hozir sizlarga uylarni ko'rsatamiz. Muhtojmi, muhtoj emasligini sizlarga bir ko'rsatib o'tamiz. Yuring aka. Qarang Anvar aka. Cho'kkan uy. Mana to'g'rilang. Bu yoq tomonni betoni bilan bu yoq tomonni. Mana pastiga qarang. Uyning egasi, uyning egalari bilmaylar. To'g'ridan to'g'ri kelamiz. Va alaykum assalom. Qani oying? Keling, yo'q shöyle. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Sizni yo'qlab keldik sizlarni. Toshkentdan keldik. Bir esingizga bo'lsa mart oyiga va alaykum assalom. Qaraysan. Mart oyiga bir murojaat qildik ro'za payti. Qaraysan, voy. Shu tashrif buyurib, sizlarni bir qo'llab-quvvatlash maqsadida, yashash sharoitlaringizni ko'zdan kechirish maqsadida tashrif buyurdik. Yo'llaringizni İşte ilk doğru satacağım ben. Yetken sınıf, 8 sınıf voyaga yetmaganda. Turmush o'rtog'ingiz qachon olamdan o'tgandi? Yanvar oyida ko'p qoldi. Qaysi yanvar oyi? Kecha mana shu. Ha, yaqinga dunyoga o'tgan 6 oy ekanlar. bo'ldi. Ha, bu uy oldin berilgan, ha? Ha, bu ikki Bu nima bo'lgan? Bu masjid bo'lganmi bu? Ha, bir peshayvonida o'zimiz Ko'rsating bu yo'lni. Bollar bilan ashig'ishini quyib, o'zimiz terdik. Hokim buva berdilar. Ha, bu yerda qaror chiqarib berdi. Ha, bu yerda ishlarim bollarim bilan vaqt kichkinalik kelgan. Anvar aka nima deb uylash xolis sona bir. Uyinda kirgandan. Kirganda achinarli ahvolda. Shu sharoitda yashab turgan uchun Allohga sabr berganlariga shukr qilish kerak. Shunisiga ham rahmat, ha, shu oilani shunday sabr bilan yashaganiga bularga qarang. Azlarim yorilib ketgan devorlar. Tomlar tushay deb turibdi. Faqat niyatimiz shu uyimizni chiroyli qilib, bolalarimizga sharoit yaratib berib, shu yuvinish, tahorat olish ayniqsa sharoit yo'q. Besh mahal namoz o'qiysiz. Allohga shukr. Inshaalloh. Faqat Xudo deb o'tiribmiz, Xudoyim taolo meni yetkazdi. Sal kechroq bo'lsa ham yetkazdi, Allohga shukr. Rahmat katta. Faqat aytadi, oyijon bizlar ham yuvni etgan, taran etgan, addinni dars qilayotgan xonalarimiz bo'larmikan deb bolalar dildan, yurakdan so'radi. Xudoga shukr, Xudoyim taolo yetkazdi meni. Sog' bo'linglar, ilohim. Rahmat kattakon, sog' bo'lingizlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Sizlarga o'xshagan qo'l ochiq, dil ochiq insonlar ko'p. Yana bitta katta yo'lingiz bor, ha? Ha, u ishga ketuvdi. Endi bitta qarzlarimiz bor edi, shunga. Qayerga ishga ketdi? Toshkentga bo'lmagan sexga ishga ketdi, qo'shnimiz o'g'li bilan qo'shilib. Oyijon, o'zingiz sog'ligingiz yo'q. Bitta qarashang, men voyaga yetdim oyijon deb. O'ninchi sinf o'qiydi, ha? 9-sinf. 9 mana, mashalloh, shunchalik. Bitta savol beraman sizga. Biz hozir ketib qolsak-chi? Men xafa bo'lmayman. Xafa bo'lmaysiz? Yo'q. Xudodan deb bilasizmi? Mashalloh. Alloh razı olsun. Xafa bo'lmayman. Bizlar Allohning bu ham bir sinovi. Biz sizlarni tashlab ketmaymiz hech qachon bu sharoit. Faqat yotishga kiramiz, choyni bu yoqda ichamiz. Qo'rqamiz o'tirib anaqa qilishga. Cho'kayotgani uchun Mana ochilgan ko'zi. Mana ochilib ketyapti-da, ketadi. O'sha uchun faqat mana yengilgina shkafchani qo'yib qo'yganman. Ilojim yo'q endi. Tushib ketsinmi mana shu yerlaringiz? Tushib ketadi-da, shuna qo'rqib. Ushlab turing. Sveti bor? Ha, bor. Bu sveti uncha baland, ya. Nima gap bu? Mana qara. Sizlarga bora ta'zimlaman.
to'g'risi. Allohga shukr. Hali ham bularni boshiga tushib ketmadi. Shu yerdan ayla tagi polni kalamish chiqaveradi. Qazib biz g'altak bilan olib dolaga tashlaymiz. Yana dori olib kelaman, yana o'sha ahvol. Kalamish chiqadi. Ana shu yerdan javli qaziydi, mana shu yerdan palval tagidan chiqadi. Keyin bizani ham tushunasiz, biz ham majbur mana shu videoga olaman ko'rsatib berish maqsadidan. Ming istihola bilan. Rahmat, shunisiga ham rahmat. Na yig'lashni bilaman, na kulishni bilaman. Sizlarning yashash sharoitlaringizni ko'rib, Xudoga shukr. o'zim ko'ray deb keldim shu yerga. Shuncha yo'l bosib. Gaz bormi sizlarga? Gaz boru, qarzim bor, gazga pul tashlayolmay o'tiribman, gaz baloni ishlatib turibman. Ham qo'shnimning gaz baloni. U ham hozir 3 kundan beri gaz bermayapti, zapravkalar. Noiloj. Lekin ko'chadan gaz tortsak bo'ladi, Gaz tortib kelingan, qarzga tortib kelganman, lekin hali uchirchiqqa pul tashlanganim yo'q. Endi Alloh nasib qilsa, hammasi bo'ladi nasib bo'lsa. Shukr, Xudoga shukr. Shifrlaringiz ham yorilib ketgan ekan-a, tepa. Ha, u Vremenka tepaga chiqib bo'lmaydi, u stereopilalari bari chirigan. Vremenka yopilib turibdi-da ular. Ha, tepadagi shifrlar. Ha, shifrlari barisi eski. Necha yil bo'lgan bu masjidning qurilganiga? Biz kichkina edik-da, 4-sinf, 5-sinf edimda. O'sha payt. Hashar yo'li bilan qurilgan. Demak, bir 40 yil bo'lganda, ha, bu masjidga. Bo'lgandir, ha. O'zi mana betonlari ham yorilib ketgan. Bu buni ta'mirlab bo'lmaydi. Mana chirib ketgan, bu yeriga qarama, mana bu yon boshlari chirib ketgan shifr degan. Shifr cho'kkan uchun almashtirilgan ekan deydi. Ha. Chirib ketgan. Bu yongan ekan, Anvar aka. Bu pojar ham bo'lgan ekan. Bu pojar ham bo'lgan ekan bu. Sizlarga kengroq yoritishga harakat qilaman. Mana hojatxonasi. Ro'zadan ochgan nimalar shu qo'yib. Masjidning nimasi ekan-a, qarang. Bilinib turibdi, o'zi. Xudo Xudo sizlarga o'zini uyini bergan ekanda. Inshaalloh. Xudoga o'tiramiz. Mashallah. Xudo sababli qilib sizlarni yubordi. Shunga qaror chiqqan-u, mahalla taraflar yig'ilish qilganda 4 sotikni menga ajratildi. Kadastr qilganman, Xudoga shukr. 6 yildan beri soliq to'laga yotibman. O'zim ikkinchi guruh nogiraniman. Bitta shu sog'lig'im bo'lmay turib chiqqanman. 1 yil bo'ldi chiqqanimga. Turmush o'rtog'ingiz nima bo'lib olamni o'tganlar? U kishi chap o'pkasi yorilib, shu sog'ligi tufayli Olamdan o'tdilar. olamdan o'tib qoldi. Endi Yotgan joylari jannatga shunday bo'lsin. bo'lsin. Gilamlar bilan ham xayrlashasizlar, Xudo xolasa. Hurmatli bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchi do'stlarimiz, hamkasblarimiz, yurtdoshlarimiz, mana sizlarga imkon qadar yoritishga harakat qildik. Oilaga ham Samarqandga tashrif buyurdik. Mana hammasini qisqa qilib sizlarga video qilib ko'rsatib berdim. To'g'risi juda achinarli ahvol. Nasib bo'lsa biz bilan sizni yordamingizga muhtoj oila bu. Haqiqiy haqdor. Ko'p yuzlariz, yashash tarzlarini, turmush tarzlarini qo'limdan kelgancha yoritishga harakat qildim. Azizlarim, qarab turmasligimiz kerak. Bor imkoniyatimizdan foydalanib, hech bo'lmasa duo qilib turinglar. Mana saxovatpesha insonlarni. Nasib bo'lsa, mana shu sizlarni 50 ming, 100 ming so'm ehsonlaringiz orqali Xudo xolasa mana shu 12-oylamizga ham bir quvonch olib kirib, ularning hayotini tubdan o'zgartirib beramiz. Mana shu bolajonlarimizni ham vatanga bo'lgan muhabbatini oshirib ketamiz mana shu oilaga yordam berish bilan, yordam berish orqali. Nasib bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi keyin. Nasib bo'lsa bu kunlaringiz, mana qiynalganlaringiz eslaringizdan chiqadi. Bu hammasi nimadan? Mana shu shukronalik bilan Xudoga shukr deb yashaganlaringizni, Alloh deb qalbingizni urganida mana shu mevasi bo'ladi. Sog' bo'linglar, bo'lmasa biz yaqin kunlar ichiga kelib boshlaymiz.